Shu savol qisqacha, nima boru Nunishda o'sha narsa Husanovda yo'q? Nimani qo'shish kerak? Hujumni qo'llab-quvvatlash. Faqat shu. Himoyaviy funksiyalar bo'yicha Husanov yaxshiroq deb o'ylayman. Işte rosa xatolar bo'ladi. O'yin paytida noaniq pozitsiya tanlash, ulgurmaslik, orqaga qaytishga, sheriklari bilan bir-birini tushunmay qolib, juda ko'p xatolar. Lekin jamoa himoyadan hujumga chiqishda u eng zo'rlardan emas. Esinglarda bo'lsa, Husanov bir zo'r o'ynab olgan paytda, qanotda ayniqsa, Gvardiola xursandchiligidan men unda Kyle Walkerni ko'ryapman dedi. Nega shunday dedi? U Kyle Walkerni ko'rishni xohlaydi qanotda. Kyle Walker qanaqa o'yinchi edi? U toza himoyada turib oladigan o'yinchi emas edi, u hujumga doimiy yordam beradigan futbolchi. Muammo shundaki, Husanov o'zi o'ng qanot futbolchisi emas. U markaziy himoyachi. U Ruben Dias bilan raqobat qilish kerak. Lekin Ruben Dias lider himoya